Va eshitdinglarmi? Chet elda 8 yil ishlagan xodim o'zining ishxonasidan seyfidan pul o'g'irlab ketibdi. Qamalibdimi? Ya, unisidan xabarim yo'q, lekin topolmabdi lekin hali. Pul miqdori qancha edi? 1 milliardmi, 2 milliardga yaqin pul edi. Unisidan ham xabarim yo'q lekin. Chet elda 8 yil ishlagan xodim o'zining ishxonasidan seyfidan pul o'g'irlab ketibdi. Topolmabdi lekin hali. Aka, nima bu? Qarochi gapni eshit. Mana shu narsani menga tashqariga olib chiqib berishing kerak. Nimalar deyapsiz aka? Bunaqa ishlar qilmayman men. Xudojo'ylikni boshqa joyda qilasan. Kechga olaman. Seni ham ulushing bor. Tushundingmi? Aka, qo'ying shu ishni. Menga qara. Sen jim o'tiravergan bo'ptimi? O'zim bilaman. Assalomu alaykum. Aka, salom alaykum. Yaxshimisiz? Siz bilan gaplashdimmi? Ha, men bilan aka. Mana. To'g'rimi? To'g'ri aka. Barakasini bersin. Chaq. Pulni olib qo'y. Aka, harom pulingiz kerak emas. Mana pulni oldi uka. Tilingga ehtiyot bo'lib yur. Oxir yaxshilik bilan tugamaydi-da. Ukajonim maylimikan bitta latif aytsam, gaplarim bo'lar senga xuddi motivatsiya. Atrofingda keng, to'la bo'rilar, ular qo'lingdagi kupyuraga mo'ralar. Dunyo qarashi keng, juda zo'rlar, byudjetga qurilar, so'rilar. O'zbekimma tarixidan bekchoralar. Uka, bu qaysi mahsulot? Yo, bular klientlardan qaytgan aka buni. Klientlar отказ qilib qo'ygan, qaytarib olib kelib qo'ygan. Men aka o'sha yerdagi Ingilizak olib borsak bo'ladimi aka? Iltimos faqat. Men ozgina ishim bor edi, aka, shoshilayotgan ishim bor edi. Instruktorlar cho'tki qilib qo'yganman aka. Xo'p bo'ladi aka. Xo'p, ishondim. Xo'ja ko'rsinga, o'tirguncha kursinga. Achiyana qancha kerak tursinga. Xo'ja ko'rsinga, shefim xursand bo'lsinga. Astoydil ishlaydi uyga kirsa bursinga. Xo'ja ko'rsinga, o'tirguncha kursinga. Achiyana qancha kerak tursinga. Xo'ja ko'rsinga, shefim xursand bo'lsinga. Astoydil ishlaydi uyga kirsa bursinga.
Uyg'onadi toy bola xayolida vatani, xayol og'irlik qilib joyda qoladi badani. Kabinetda yashaydi nok holatida tana, vatanni sevgani uchun oladi badalin. Yoshlikdan orzu qilgani super qahramon, bo'lib olomonni olib ketar utopiya tomon. Dunyoni qutqarib qarsaklarga bahraman, qarsaklar qoldi yo'lak o'zgarish yo'q hamon. Ukajonim endi mana qissadan qissa, bo'ri go'sht demaydi bo'ri kassadan qissa. Xafa bo'lma millionlarni qissadan gisa, karyerani vatanparvarlik hissidan yasab. Xo'ja ko'rsinga, o'tirguncha ko'rsinga, aytchi yana qancha kerak tursinga. Xo'ja ko'rsinga, shebim xursand bo'lsinga, har soyda ishlaydi uyga kirsa bursinga. Mana aka sizga aytuvdim, biz rollarni sifatli aytdim, zo'rdan qilib beraman aka deb. Mana qarang, yoqdimi? Mana tekshirib olishingiz mumkin. Gap yo'q. Zo'r, молодец. Yoqdi. Agar yana kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu vizitkadagi nomerlarga qilaveraymi? Yo'q, bu nomerlar ishlamayapti aka. Boya sizga qo'ng'iroq qilgan nomerim bor. Agar o'shanga qilsangiz, men o'zimizga arzon zo'r rom qilib beraman aka, maylimi? Qanaqa rom kerak bo'lsa, o'zimga chiqaverasiz aka. Bo'ldi, tushundim. To'g'ri aka bu yerda. To'g'ri, hozirda sanaver. Aka sizga ishonaman. Rahmat katta. katta. Charchamang. Boshliq, ro'yxat bo'yicha bitta rom kam chiqyapti. Qanaqasi kam chiqadi? Yaxshi qarab beringmi? 2 martalab tekshirdim. Iting semirsa, ketingni qopadi degan maqol bor. Qadriyatlarimizni oyoq osti qilding. Boshliq, men noto'g'richingiz, men haligi Endi o'ylab ko'rish uchun u yoqda vaqting ko'proq bo'ladi. boshliq, men xato qildim. Iltimos, kechiring, noshukur bandalik qildim. Kechiring, iltimos. Boshliq. Noto'g'richingiz, boshliq. Meni kechiring. Kechiring.